Buxoro shahrida Savdo-sanoat palatasi tashabbusi bilan O'zbekiston Suriya biznes forumi va B2B uchrashuvlari o'tkazildi. Suriya Arab Respublikasi delegatsiyasi va Buxoro viloyati hokimligi hamkorligida tashkil etilgan tadbir tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Avvalo aytish lozim, prezidentimiz tashqi bozorlarga chiqish, eksport hajmlarini oshirish va qo'shni davlatlar bilan sanoat kooperatsiyalarini kuchaytirish bo'yicha bergan topshiriqlari orasida Suriya, Iroq va Afg'oniston bozorlarida 30 milliard dollarlik elektrotexnika, to'qimachilik, oziq-ovqat, avtomobil, farmatsevtika va qurilish materiallariga bo'lgan ehtiyoj mavjudligi qayd etilgan edi. Shundan kelib chiqib, ushbu bozorlarga jadal kirib borish yuzasidan aniq loyihalar shakllantirildi. Suriya delegatsiyasi vakillari bilan kechgan muloqotlar ayni loyihalarning amaliyotga tatbiq etilishi uchun yangi sahifa ochdi. O'zbekistonda sanoat jadal rivojlanish bosqichida. Bu faqat mening fikrim emas. Bugun delegatsiyamiz tarkibida tashrif buyurgan palatalar rahbarlari, yirik tadbirkorlar aynan shunday xulosaga kelishyapti. Biz hamkorlik qilish bo'yicha lokatsiyani to'g'ri oldik deb o'ylayman. Avvalo O'zbekiston elchixonasi tomonidan taklif bildirilganda mamlakatning imkoniyatlarini obdon o'rganib chiqdim. Kishi ishongisi kelmaydigan natijalar qo'lga kiritilgan. Qisqa fursatda mahalliy tadbirkorlar jahon bozorida o'z o'rnini egallashning uddasidan chiqqan. Albatta davlatingiz rahbari bu yig'ilishga shaxsan e'tibor qaratayotgani mamlakatingizda sanoat misli ko'rilmagan darajada o'zgarishiga olib kelgan. Bunday tajribani amaliyotga tatbiq qilish har qanday davlatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Suriya Savdo palatalari Federatsiyasi prezidenti boshchiligidagi delegatsiya tarkibidan Suriya iqtisodiyot va sanoat vazirining o'rinbosari, Damashq, Xoms, Dara, Tartus, Dayr az-Zor va Idlib shaharlarining savdo-sanoat palatalari rahbarlari, sohaviy uyushmalar vakillari, yirik tadbirkorlar hamda biznes tuzilmalari rahbarlari o'rin oldi. Mehmonlar Buxoro viloyatidagi yirik sanoat loyihalari bilan tanishish asnosida O'zbekistonda so'nggi yillarda ishbilarmon doira vakillarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ishlarga yuqori baho berishdi. Suriya delegatsiyasining O'zbekistonga tashrifining Buxoroga bag'ishlangan qismi nihoyatda samarali bo'ldi. Hali bunday delegatsiyalar ko'p bora yurtingizga kelib, tadbirkorlar bilan uchrashishadi va kelasi safar ixtisoslashgan tashriflar bo'ladi. Shunda biz tovarlar almashishimiz va ishlab chiqarish, agrar va boshqa sohalarda imkoniyatlardan kelib chiqib, strategik aloqalarni o'rnatamiz. Bu ikkala mamlakat tadbirkorlarining faoliyat samaradorligini ta'minlaydi. Forum ikki davlatdan 200 nafardan ortiq tadbirkor va ishbilarmon doiralar vakillarini bir maydonga jamladi. Unda tegishli vazirlik va idoralar, savdo-sanoat palatalari hamda tarmoq birlashmalari vakillari ishtirok etdi. Davlatimiz rahbarining tashabbuslari hamda olib borayotgan siyosatlar natijasida tashqi siyosatda barcha davlatlar bilan o'zaro hamkorlik, hamdo'stlik siyosati olib borilmoqda. Buning natijasi o'zimizning tadbirkorlarimiz uchun yangi imkoniyatlar, yangi yo'llar ochilmoqda. Xabaringiz bo'ldi, Iroq bozori bilan, Afg'oniston bozori bilan. Bugun shu siyosat natijasida mana Suriya bozori bilan ham qator kelishuvlarga erishildi. Mazkur forum men o'ylaymanki, bizning tadbirkorlar uchun katta imkoniyat yaratadi hamda bizga Suriya bozorini yangitdan ochib beradi. Bu yangi eksport bozori, yangi imkoniyatlar Suriya tadbirkorlari tomonidan bugungi kunda hozir tekstil korxonalariga, tekstil mahsulotlari, qurilish mahsulotlari, elektrotexnika mahsulotlariga qiziqish bildirilmoqda. O'ylaymanki, ushbu sohada ishlayotgan tadbirkorlarimiz uchun bu bozor manfaatli va istiqbolli bo'ladi. Forum doirasida muntazam biznes muloqotini yo'lga qo'yish, B2B aloqalarni kengaytirish, biznes missiyalari almashuvi va kooperatsiya loyihalarini birgalikda ishlab chiqish masalalari muhokama qilindi. Forumda o'tkazilgan B2B uchrashuvlar natijasida kompaniyalar o'zaro hamkorlikning aniq yo'nalishlari bo'yicha muzokaralar olib borishdi. Yakunda qo'shma loyihalarni amalga oshirish va savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirishga qaratilgan kelishuvlarga erishildi.